Fiziologik sariqlik o'zi nima va undan qutulishdan bizi qanaqa mexanizmda kelib chiqishini biz bilishimiz kerak. Fiziologik sariqlik o'zi, ya'ni eritrotsitlarni hisobiga keladi. Eritrotsitlar bizda normada 120 kungacha yashaydi, lekin chaqaloqlarda, ya'ni fetalni gemoglobin 80 kungacha yashaydi va tez parchalanib ketishga olib keladi va gemoglobin A ga o'tkazganligi uchun, undan tashqari bolalarda jigar faoliyati yaxshi rivojlanmaganligi uchun fermentativ funksiyalar yaxshi rivojlanmagan va bu esa nimaga olib keladi? Sariqlikka olib keladi va sariqlik bilirubinga o'tgan vaqtida bilirubin yoki ichak yo'llaridan yoki siydik yo'llaridan chiqib ketadi. O'shaning uchun siydikda rangi yoki katta hojat, axlatda rangi chaqaloqlarda o'zgaradi. Bundan kelib chiqyaptiki, bolani nima qilib davolashimiz kerak? Albattaki, siydikni ko'paytirishimiz, bu suyuqliklarni ko'proq ona sutidan kompensatsiya qilib o'tkazishimiz va ko'p yedirib, ko'p, ya'niki katta hojatga chiqarishimiz kerak.